Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Sizlarga mana keyingi videoyim Alloh nasib qilsa sizlarga ancha foydali video bo'ladi deb o'ylayman. Mashina minadigan odamga ham, sinamontaj ustalariga ham. Ozgina vaqt ishlamadim, video ham qo'ya olmadim, boshqa ham qila olmadim. Va balon obzoriga keladigan bo'lsak, balonimiz yirtilgan ekan. Nimadir bosib olib yirtolishgan ekan. Buni keyin olib borib yamatishibdi qayerdadir. Hop, ichiga o'tadigan bo'lsak, endi ichini mana bunaqa qilib qo'yishdi bu. Yamoqda yamashibdi, bu ham. Yamaganni ham ustasi professional yamabdi, ichini chahlamagan ham. Bu faqat to'g'ri tushuninglar, birovni aybini ochishmas yoki qidirishmas yoki boshqa maqsad yo'q, просто mashinasiga ham mashina odam balonni egasi pul berganda, qanchadir pul bergan, mehnat qilding, balonimni qilib berding deb pul bergan, misol uchun 50 ming beradimi, 100 ming beradimi, qanchadir pul bergan. Bu videoni olishimdan maqsad shuning uchun, imенно shu uchun, mana shu balonni egasi ham kuyib qolmasligi uchun, sinamontaj ustalari misol uchun ixtiyot ishlash uchun, qo'pol bo'lsa ham aytaman, bu yerda molchasiga ishlanganda, mollashi bo'lgan, chunki balon ichi umuman chaqlanmagan, shunday yopishtirib yuborgan. Yopishtirganda ham bo'plab tashlagan. Endi buni xudo xolasa tikib, cho'tka qilib orqa oldini yamab anaqa qilib beraman. Obzorimiz ikkita bo'ladi. Hozirgi holati, keyin tayyor bo'layotgan paytini obzor qilaman. Imkon qadar videoni to'liqroq qilishga harakat qilaman. O'sha chaqlangan va tikilgan va hammasini hozir buni bitta ko'chirib ko'rsatib beraman. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar xudo xolasa. Xo'p, mana ko'chirib oldim. Yamoq yopishmagan ham. Bu yerda kimdir kuyib qolishi mumkin, kimdir kuyadigan bo'lsa ham, bu yerda mana o'sha kinat baqa kelgan, bu yerda kinat kuydi. Mayli nech pul bergan bo'lsa ham, o'sha puliga ham kuydi. Bu yoqda yana bizga boshqatdan qildiradi. Endi mana shu ustalar bittada bitirsa bo'lardi shu narsani. Misol uchun aka, ovora bo'lganingizga yarasha bittada qilib beraman deb qilib bersa bo'lardi. Endi mana bunaqa ish qilgandan qilmagani 1000 marta yaxshi-da. Yo'q, uzr, men qilib bermayman bunaqa deb jo'natib yuborgani ham yaxshi edi-da. Xullas, video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar, shunaqa balon yirtib olgan tanishinglarga videoni jo'natib qo'yinglar, shunaqa